Nuriddin Ismoilov. Jaholat qurbonlari. Piyolani yana o'sha padaringga la'nat suvga to'ldirdim. Saida ichdi. Ichib bo'lgach, qo'lidan piyola tushib ketdi. So'ng kula boshladi. Men uni tentak bo'lib qoldimi deb o'ylab qo'rqib ketdim. "Aka?" dedi u birdan kulishdan to'xtab. "Bilasizmi? Nasha odamni boshqacha mast qiladi. Atrofingiz turli rangga cho'g'anadi. Xuddi jannatga tushib qolganday bo'lasiz. Ruhingiz yengil, istagan tomoningizga uchib ketishingiz mumkin. Siz butun dunyoni, tashvishlarni esingizdan chiqarasiz. Hamma yoq shunaqa go'zallashib ketadiki, u maskandan umuman chiqqingiz kelmaydi. Vujudingiz emas, ongingiz mast bo'ladi. Aroq bosolmaydi nasha o'rnini. Tushuning?" "Bo'ldi, bas qil", dedim uning gaplarini eshitishga sabrim chidamay. "Yana bitta ich." Bu safar Saida ichishni istamadi. Lekin men majburladim. O'zimdan nafratlanib, o'zimga ertaroq o'lim tilab ichirdim. Oradan biroz o'tib, singlim boshini ko'tara olmaydigan darajada mast bo'ldi. Tashqariga chiqdim. Atrof zulmat. Falakda oy ham, yulduz ham yo'qda edi. Yoki mening ko'zim ko'r bo'lib qolib, ularni ko'rmayotganda edim. Havo salqinda edi. Etim junjikardi. Ehtimol shuning uchun menga salqin tuyulgandir. Saida o'ziga kelganidan keyin uning tag'in dardi qo'zg'aydi. Har doim aroq ichirib, mast qilib qo'yaversam, odamgarchilikdan chiqib ketadi. Shuning uchun uni Egamqul akaning oldiga olib borishim zarur. Shugina uning dardiga davo topa oladi, deya o'y surdim. Yana uyga qaytib kirdim. Singlimning ustiga ko'rpa yopib qo'yib, o'zim devorga suyanib, ko'zimni yumdim. Tezda uyquga ketib qolibman. Egamqul akaning uyi qayerdaligini bilmasdim. Qo'y boqadigan joyini, o'tovini bilardim. Lekin o'zining uyini so'ramagan ekanman. Abdukarim akanikiga borishga to'g'ri keldi. Umuman shu odamni eslashim bilan xayolimga Barno keladi. Ko'rmaganimga 2 kun bo'ldi-yu, sog'inib qoldim. Lekin meni nedir ularnikiga borishimga to'sqinlik qilar edi. Balki bu Abdukarim akaning yuziga qarashdan uyalish bo'lsa kerak. Yana ham bilmadim. Otamga Saidaning ahvoli haqida aytishga majbur bo'ldim. Agar aytmaydigan bo'lsam, otam bir joyga chiqib ketsa, bechora singlim o'zini bir balo qilib qo'yishi hech gap emasdi. Otam qayg'urganini bildirmaslikka harakat qildi. Lekin uning yuz ko'zidan iztirob chekayotganligi shundoqqina bilinib turardi. "Ota, Egamqul aka bunaqa kasallikning davosini biladi. Shuning uchun ko'p kuyinmasangiz ham bo'ladi", dedim uning ko'nglini ko'tarish maqsadida. "Mayli, obke. Keyin boshqa narsalarni ham gaplashib olamiz", dedi otam past ovozda. Meni Barno kutib oldi. Chiroyli tabassum qildi. Yuzi bir ozgina qizardi. Ammo uning ko'zi quvonchdan chaqnab ketmadi. Avvallari chaqnar edi. Meni ko'rishi bilan butun vujudi oldinga intilganday tuyulardi menga. Lekin bu safar bunaqa bo'lmadi. Uning tabassumi, qizarishi ortida qandaydir gina yashiringanda edi. "Uyga kiring", dedi u o'sha mayin, nozik ovozida. Men uning o'zgarganini ilg'ab olganligim bois taklifni birdan qabul qila olmay taraddudlanib qoldim. Abdukarim akaga
ish bilan kelgandim, dedim. Uyda yo'q edi. Shuning uchun istamasangiz ham uyga kirib o'tirishga majbursiz, dedi Barno nigohini yerga qadab. Nima bo'ldi ekan? Bu yerda ham qanaqangidir ko'ngilsizlik bormi deyman, deya xayolimdan o'tkazdim. Uyda singlim ikkovimiz bormiz. Dadam bilan ayam ikkita ukamni olib bozorga ketdi. Shuning uchun bemalol kirishingiz mumkin. Ochig'i, uning gaplari meni taajjubga sola boshladi. Uning boyagi nigohidagi gina endi tiliga ham ko'chgandi. Yoki men bilan birga o'tirishni istamaysizmi? Dedi endi Barno ochiq oshkora mening joyimdan qimirlamayotganligimni ko'rganidan keyin. Qaytanga yaxshi, dedim men va Barnoning oldiga tushib oldim. Tezda ko'rpacha to'shalib dasturxon yozildi. Choy damlab kelishni esa Barno ro'paramga o'tirayotib singlisiga buyurdi. Men gapni nimadan boshlashni bilmay biroz qiynaldim. Har zamon Barno menga kulib qarab qo'yar edi. Bu kulgi ortida nimalar yashiringanini bilmay azoblanardim. Ancha bo'ldimi dadayning bozorga ketganiga, deya so'radim boshqa gap topolmay. Hali zamon kelib qolsa kerak, dedi Barno. Shoshayapsizmi? Nima desam ekan, to'g'risi sening uyda yolg'izliging meni xursand qildi. Dadang bo'lganida bemalol gaplasha olmasdim sen bilan. Faqat shumi? Ochig'i kalovlanib qoldim. Nima deyishga ham hayron edim. Barnoning bunaqa o'zgarib qolganligi meni taajjubga solayotgan edi. Mayli, qiynalmang, dedi u mendan ko'zini olib. Saida yaxshi yuribdimi? Muammo shunda, dedim men ochig'iga ko'chib. Tinchlikmi? Sendan yashiradigan hech narsam yo'q. Tezroq gapirsangiz-chi? Barnoning aft angori bir pasda butunlay boshqa tomonga o'zgarib ketdi. Boyagigina xafaqonlik o'rnini hadik qo'rquv egalladi. Yana o'sha kasali, dedim men qisqagina qilib. Egam qulakaning uyini so'ragani kelgandim. Bechora, shuni ertaroq aytsangiz bo'lmasmidi? U qiynalib ketgandir. Sizni qarang-u. Dadamlar hali beri kelmaydi. O'zi yaqinginada ketishdi. Men u kishining uyini bilaman. To'rdara qishlog'ida turadi. Men umrimda bunaqangi qishloqni eshitmagan edim. Lekin shunday bo'lsa-da, xotiramni titkilay boshladim. Men sizni olib boraman. Qo'shni rayonga borishga to'g'ri keladi, dedi mening o'ylanib qolganligimni ko'rgan Barno. Tashvishga qo'ymaymanmi? Barno menga g'alati qarash qildi so'ng. Sizdan bunaqa gap kutmagandim, dedi va o'rnidan turib tashqariga yo'naldi. Oradan biroz o'tib uyga qaytib kelgan Barno menga mashina kalitini tutqazdi. Otam mashinasini tashlab ketdi. Charchaganmish. Mashina haydab yuraverish joniga tekkanmish. Yana ham aniqrog'i hozir mashina o'g'rilari ko'payib qolibdi. Shundan qo'rqdi. Beso'roq minib ketsa qanday bo'larkin? Dedim taajjublanib. Boshqa odam minganida xafa bo'lishi mumkin edi. Lekin sizni o'zining o'g'liday ko'rib qolgan-ku. Baribir noqulayda. Mashina garajda. Men tezda kirib chiqaman, dedi Barno gapni qisqa qilib. Biz hali katta yo'lga yetmasimizdan 5-6 yigit oldimizni to'sdi. Men mashinani to'xtatib, "Bular kim bo'ldi?" mazmunida orqa o'rindiqda o'tirgan Barnoga qaradim. Uning afti bujmaydi. Qoshlari chimirildi. Keyin "Jonimga tegib ketdi shu ham", dedi. Ko'nglim allanimalarni sezganday bo'ldi.
Shu paytgacha Barnoning telba teskari gapirayotganligining sababini ham anglaganday bo'ldim va sekin mashinadan tushdim. Shunda yo'l to'sarlarning ikkitasi qo'llariga ho'kiz bog'lanadigan zanjirni o'rab olganligini ko'rdim. "Kimsan?" dedi ulardan biri menga o'qrayib. "Odamman", dedim men iloji boricha jilmayishga harakat qilib. "Buni aytmasang ham ko'rib turibmiz. Barnoni qayoqqa olib ketyapsan?" deya so'radi u yana. "Menimcha, o'zingizga mutlaqo aloqasi bo'lmagan narsani so'rayapsiz", dedim men kulib. "Barnoga men uylanaman. Kecha sovchilar ishni pishirib ketishgan. Seni Abdukarim akaning mashinasini haydab ketayotganliging uchun ularning qarindoshi bo'lsang kerak deb o'ylagandik. Lekin qarindoshi bo'lsang ham Barronning bir o'zini mashinaga mindirishga haqqing yo'q. U meniki bo'lgan. Tamom assalom. Mening ruxsatimsiz hech qayerga bormaydi. Hozir issig'ing borida mashinadan tushir." "Shunaqa deng oshna? Mening bunaqa gaplardan umuman xabarim yo'q. Hozir o'zidan so'rayman. Agar sizning aytganingiz men senga so'ra deyayotganim yo'q. Mashinadan tushir deyapman. Issig'ingning borida." Miyamga qon quyildi. Vujudimda yengil titroq paydo bo'ldi. Lekin tishimni tishimga bosib chidadim. Chunki o'zimga o'zim qasam ichgandim. Endi birovning burnini qonatmayman deb. "Oshna, birinchidan men shoshib turibman. Ikkinchidan sizning aytganingizni bajara olmayman. Agar gaplaringiz rost bo'lsa, o'zingiz tushiring. Lekin gaplaringiz noto'g'ri bo'lsa, mening vaqtimni olmang-da, yo'lni bo'shatib qo'ying", dedim uning ko'ziga tikilib. "Nima? Sen hali mening kimligimni bilmaydiganga o'xshaysan. Men shu qishloqning karoliman", dedi yo'l to'sar ko'zlari olayib. "O, karol", dedim men g'azabim tilimga ko'chib. "Tez yo'lni bo'shat, shoshib turibman." "U mana", deb bir qadam yoniga o'tdi, qo'lidagi zanjirni ishga solib qoldi. Osonlik bilan uning zarbasiga chap berdim-da, qo'lidan ushlab qayirdim. U birdan o'kirib yubordi. Endi hamlaga shaylangan sheriklari joyida qotishdi. "Agar", dedim deyarli baqirib, "hozir hammang tuyog'ingni shiqillatmasang mayib qilaman." Yigitlar avval bir-birlariga qarashdi. So'ng asta-sekin orqaga tisarlishdi. Bunga sayin men Karolning qo'lini battar qayira boshladim. U esa dodlayverdi. Sheriklari esa tobora ortlariga chekinaverishdi. "Men senga", dedim Karolning qulog'iga shivirlab, "faqat ismimni aytaman. Qolganini o'zing surishtirib bilib olasan. Agar yana bir marta yo'limni to'sib chiqadigan bo'lsang, o'zingdan ko'r. Ismim Sobir. Ikki qulog'ingga ham qo'yib ol." Orqasiga bitta tepki yegan Karol oldi orqasiga qaramay qo'lini uqalab qochishga tushdi. Sal nariga borganidan keyin esa to'xtab ortiga o'girildi-da, kashtalab shunaqangi so'kdiki, ortidan quvib borib bir yoqlik qilib qo'yishimga oz qoldi. Asabiy holda mashinaga gaz berdim. Katta yo'lga chiqqanimizgacha Barno churq etmadi. Faqat uning ko'zidan tinmay yosh oqar edi. "Senga uylanmoqchi ekan, kecha sovchilari kelib dadang bilan ishni pishitib ketganmish", dedim men biroz o'zimga kelganimdan keyin Barnoga. "Yolg'on", dedi Barno yig'ili ovozda. 3 yildan beri ortimdan yuguradi. O'lay agar. Menga zarracha ham yoqmaydi. Necha marta qarg'ab yubordim. Baribir ta'sir qilmaydi. Kecha yuborgan sovchilarni dadam bermayman, egasi bor deb uzil-kesil qaytarib yuborgandi. Sizga bir duch kelsin deb Xudodan so'rab yuruvdim." "Egasi bor?"
dedim men oyna orqali qarab. Kim sening egang? Jinnisiz, dedi u yuzini oyna tomonga burib. Birpasda kayfiyatim ko'tarilib ketdi. Ana bu bolaning so'kishi ham yodimdan chiqdi. Sho'xlik qilib kelgim qoldi. Ayt egangni, dedim miyig'imda kulib. Barno javob bermadi. Oyna orqali qarasam, derazadan tashqariga termilib ketyapti. Yuzi qizargani ham shundoqqina ko'rinib turibdi. Birdan mashinani to'xtatgim, quchgim, yuzi ko'zlaridan bo'sa olgim keldi. Lekin bunday qila olmadim. Irodam bo'shlik qildi. Qolaversa shoshilayotgandim. Ertaroq egamqul akani topishim zarur edi. Xohish istagimga qarshi gazni qattiqroq bosdim.